hamma muammoni yechadi deb. O'zi inson butun umri bo'yicha ikkita narsa bilan kurashib yasharkanda. Ikkita narsa. Birinchisi kibr, ikkinchisi nafsi. Kibri, nafsi. Endi kibr va nafs qayerdan paydo bo'ladi? Asosan bog'liqlikdan paydo bo'lar ekan. Ya'ni o'tmishi dedik-ku, o'tmishida ham kimdir hayotida xato qildi, kimdir hayotida xiyonat qildi, kimdir boshqa narsa, misol sotqinlik qiladi yoki o'zini xatolari bo'ladi. Mana shu joyda insonda nimaga menda degan savol tug'iladi. Bilasizmi, o'sha yerda qo'shimcha qilaman. Mendek menga shunaqa qilish. Ha, mana deb bu kibr. Men nahotki menga shunaqa qilish mumkin? Nahotki menga xiyonat qilish mumkin? Men shuncha yaxshiman, shuncha ibodatim to'kis qilsam, shuncha o'qisam, ilm olsam, shuncha men odamlarga yaxshilik qilsam-u, nega menga yomonlik qilishadi? Nega menga xiyonat qilishadi? deyiladi va natijada insonda kibr paydo bo'ladi. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarni oiladagi munosabatlarni tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.